Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Hop, do'stlar, bizning kanalda endi bundan buyog'iga sun'iy intellekt yo'lanishi ham qo'shamiz inshaalloh va telefonda pul ishlashni ham davom ettiramiz. Sun'iy intellektga qiziquvchilar kommentariyaga yozinglar, qaysi saytlar hozirda trend bo'lib turgan videolarni qanday ishlashlik bo'yicha video darsliklar chiqarib boramiz endi do'stlar. Do'stlar, bu galgi videorolikimizda mana shu Fructis dasturini ko'rib chiqamiz. Bu dasturimiz manzilda kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishlaring mumkin. Dasturdan ro'yxatdan juda ham oson do'stlar. Shunchaki email pochtalari orqali ro'yxatdan o'tasizlar. Bu videorolik bu dasturni oldingi kanalimizda chiqargan edik. Afsuski u kanalda tiklay olmadim. Bir nechta sabablarga ko'ra o'chib ketdi do'stlar. Referendum bo'limi bor. Bu yerda Wizdravel pul chiqarish bo'limi bor. Bundan do'stlar pul chiqarib ko'rdim. 100% to'lovda. Dogecoin, Toncoin orqali chiqarishimiz mumkin ekan. Minimal cap 5000 coin do'stlar. Hozir bizda 0 turibdi. Shu 5000 coin bo'lsa, shundan so'ng chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Bunda qanday ishlaymiz desangiz, play tugmasi turibdi. Mana shu o'yin, oddiy o'yin do'stlar. Avtoni bosib qo'ysangiz, o'zi avtomatik tarzda sizga coin ishlab beradi do'stlar. Mana 20, 10, 18, 38 coin ishladi. Mana shu tarzda ishlayveradi do'stlar. 20 tami 20 ta kunlik reklama ko'rib 10 ta olishingiz mumkin. Qancha ko'p reklama ko'rsangiz, shuncha ko'p sizga imkoniyat beradi do'stlar. Yana bir narsasi bor. Bu yerda invalid kodi bor. Shuni kiritsangiz ham sizga 50 ta coin beradi bonus sifatida. Bu bonuslarni avto klikerga qo'yib olishingiz mumkin. Bu avtosi ham o'zida do'stlar, sizdan hech narsa talab qilinmaydi. Shunchaki kirasiz, mana shu avtoni bosib qo'yasiz, xohlasangiz play tugmasidan o'zingiz o'ynashingiz mumkin. Xohlasangiz avtodan o'zi avtomatik tarzda o'ynayveradi. Bizni Telegram kanalimiz bor. Shu kanalga ham obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolar edim. Bu yerdagi barcha ma'lumotlar u yerga ham tashlanadi do'stlar. Endi do'stlar, sun'iy intellektga keladigan bo'lsak, hozirda 100% sun'iy intellekt orqali video tayyorlanyapti. Juda ko'pchilik shundan foydalanyapti. Kompyuteri borlar kompyuterda, xohlasangiz telefonda ham tayyorlash mumkin buni do'stlar. Prosta ozgina vaqt kerak shu. Bu haqida ham alohida videorolik chiqadi. Qanday tayyorlash, qanday prompt yozish, shularni ham alohida o'rganib o'tamiz do'stlar. Hozir buni oldin tugatib olaylik. Yana bonus tushdi. Do'stlar, invalid kodini mana shu yerga kiritsangiz, sizga 50 ta coin beradi deyapti. Buni sinab ko'rishingiz mumkin. Referendum kod va silkasi kommentariyada bo'ladi do'stlar. Endi bundan pul chiqarganligimiz isboti Fructis Random FalsePay'ga kiramiz. FalsePay'ning manzili ham kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishlari mumkin. Tushunmaganlari bo'lsa, bu FalsePay hamyonni ochishni bilmaydiganlar bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Unga qarab videorolik chiqaramiz do'stlar. Do'stlar, kecha kunda chiqargan edim 27-yanvar Fructis Random sayt dasturidan tushib keldi do'stlar.
dasturimiz 100% to'lovda. Xohlasangiz dasturga do'stlaringizni chaqirib ham ishlashingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun referendum bo'limiga o'tasiz va mana shu yerdan referendum kodingizni olib kiritasiz do'stlar. Hop, mana bu kodni qayerga kiritaman desangiz do'stlar, Homer bo'limiga o'tamiz va instant kodga kiritasiz do'stlar. Mana shu kodni ham qoldiraman. Mana shu yerga kiritishingiz mumkin. Sizga 50 ta coin beradi do'stlar. Hop do'stlar, bizni yangi kanalimiz bor. Hop do'stlar, sizlardan bir iltimos, mana shu kanalga ham o'tib obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rab qolaman. Postik orqali qidirsalaring ham chiqadi. Telefonda pul ishlash mana shu rasm orqali kirib bemalol obuna bo'lib qo'yishlaringni so'rab qolar edim do'stlar. Hop, endi do'stlar, nomer tasdiqlash xizmati ham bor. Google akkaunt deysizlarmi, email deysizlarmi yoki YouTube akkauntlaringizda tarixi yonmagan bo'lsa, shu nomer tasdiqlasalaring keyin yonadi do'stlar YouTube tarixi. Buning uchun nomer kerak bo'ladi do'stlar. Bu xizmatlarimiz ham bor. Kanalda nomerga ulab beramiz do'stlar. Hop, buguncha hozircha shu do'stlar. Barchangizga rahmat. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bizda videoroligimizda kamchilik bo'lgan bo'lsa, barchangizdan uzr so'raymiz. Barchangizga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Keyingi videorolikda ko'rishguncha do'stlar, boringizga shukr.